iPhone 12 Pro Max telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyapti, balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Bunda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoq xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 3687 mAh, litium-ionli Li-ion batareyalar tizimi mavjud. 20 watt quvvatlagich talab qiladi. 20 wattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareyasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 7 watt talab qiladi. Tezkor quvvatlash tizimi ham mavjud. 55% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 32 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 35 daqiqa, videolar tomosha qilishda 13 soat 38 daqiqa, o'yinlar o'ynaganda 5 soat 28 daqiqa, kutish rejimida 116 soat, umumiy avtonomiya holatida esa 22 soat 52 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.